Hey yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Turf o'yinlar kanali. Bugun biz Survival 2-qismini olamiz. Mana shu yerda tugatgandik. Nega qorong'i desanglar, biz tashqariga chiqib olgandik va o'zimizni o'rab olgandik, chunki kechqurun tushgandi. Shuning uchun o'rab olgandik, zombilar o'ldirib ketmasligi uchun. Xo'p, mana shularni chopib olamiz. Bizga hozir temir muhim, aniq tushamiz. Skelet otyapti. Mana shu yerda suvga tusha olaman do'stlar. Qarangda like bosmanglar demoqchidim. Men qochib ketyapti bu. Qorong'iga o'tmoqchi do'stlar. Hop, bizga temir kerak. Bu yoq ko'rgandik. Bu yoqni ham ko'rganmiz. Hop, bu yerda temir yo'q. Nega chiqmayapti? Hop, bu yerda taxtalarni olib olib, nega taxta qo'ygan desanglar, bitta jon qolganda agar ko'rgan bo'lsanglar. Shuncha mehnat uchun like va obunani bosib qo'yinglar do'stlar. Men shuncha harakat qilyapman-ku. Bitta like nima bo'pti, to'g'rimi sizlarga? Shuni bosib qo'yish xolos-ku. Hop, mana shu aytot. Negadir ovqat topishim bir azob bo'lib ketyapti do'stlar. Mana urdik. Hop do'stlar, mana bu yerda sigir. 1,5 jon. Qo'y. Qaychimizni olamiz. Qaychi mana. Bitta jon do'stlar, topish kerak, bitta jon. Hozir menga zapatkam yo'qmaydi, kechada qazib beraman. Hozir menga nima kerak? Pechkamni yo'q, pastga tushma. Pastga tushma. Qo'y ham yarim ataylab qilyapti do'stlar, nechta? Nega bitta? Lo'q qilyaptimi bular? Tomog'im ham bo'g'ilib qolgan. Iltimos like va obunani bosib qo'yinglar. Shamollagan holda video olyapman. To'g'ri shamollab qo'yaman. Lekin tomog'im sal bo'g'ilyapti do'stlar. Shunda biz bu yerga pechka qo'yamiz. Keyin buni solamiz. Ko'p solib yubordik, mana shuni o'zi yetib o'tadi do'stlar. Ungacha biz baliq tutib kelamizmi? Yo'q. Zombilar bo'lsa o'ldiradi. Ko'mirni o'rniga go'sht olib qajiymiz do'stlar. O'yinni o'zi bas bo'lib qoldi shekilli. Endi balandlashib bo'ldi yetadi. Buni pishirib o'zimizga olib temirni solib ketamiz. Mana temir. Bo'ldi, ketdik biz. Fish tutamiz. Qo'yga qo'yib ketdim-da. To'xta, yarami. Bittada 3ta, yaxshi, 4ta bum bo'ldi. Baliq tutamiz endi do'stlar. Yaxshi, ikkinchi qismni o'zida yo'q shuncha aslahalar, mana qaranglar mana. Mana. G'orlardan shuncha temir topdik do'stlar. Mana yoq changalzor, bu yoq jungli. To'g'ri, bu yoq changalzor uncha o'xshamayapti lekin bu yoq jungli. Qaranglar, daraxtlardan olsanglar bola. Hop do'stlar, baliq
Negadir anon keldi. Yaxshi tutdik. Skelet qayerda? Mayli boshqa joydan tutarmiz. Temir ham pishib qolgandir. Yaxshi pishib qolibdi. Verstakni olamiz, qo'yamiz, keyin devam. Baqirimiz bor, kirka yasaymiz. Qilich yasaymiz. Chopkani qilyapti shekilli. Yo'q. Bu temirlar hali menga kerak. Yo'q, qanaqa yasasak bo'larkan? Bu nima? Guldan ekan. Mayli yasaymiz. Buni ham hozir bizga chop kerak. Bu temirni ishlatib yubordikmi do'stlar? Hozir nima yasadik? O'sha temirni surtdik. Ha, bo'ldi. Xo'p, kechqurun ham pishyapti. Temir ham pishib olibdi. Bu yerga baliq, baliqlar tovuq. Bu yerga ketini ko'mir. Bu yerga esa divan. Ha do'stlar, aytgancha like va obuna tirsiz bosib qo'yinglar. 38 ta obunachi bo'libmiz. Xudoga shukr. Endi 40 ta bo'lsak, juda xursand bo'lgan bo'lardim. E'tibor shu like tugmasini shunday bosib qo'yinglar. Obunani ham bosish qiyin ekan. 30 ta, 3 ta, 4 ta bo'ladi. Iltimos shuncha mehnat qilgandan keyin qadriga yetib bosinglarda ko'ryapsizlarki, hopmi do'stlar, bo'lgandan keyin like bosasizlar do'stlar. Like bosadi, buni bo'ladi do'stlar. Bular shunday youtuberlar like bostirib, har doim videosini ko'rdiradi deysizlar. Buni bosib qo'yiladi, keyin shunday Menga maqsadimiz hozir obuna va like do'stlar. Hech kim menga obuna bo'lmayapti. Temir ham yo'q. Shu hozir like va obuna bosganingizda shu temir chiqadi do'stlar. Shu bosmasizlar. Demak chiqmadi. Shu do'stlar, uzr. Yeb qoldi, aksir vora qoldim. Aybga buyurmaysizlar. Endi daraxt chopamiz, universitetimiz. Xo'p, daraxt chopish kerak. Temir boltang bor-ku deyishlar mumkin. Temirimiz kamda, o'shaning uchun toshni ham ishlatyapmiz do'stlar. Xo'p, biz survivalni ikkinchi qismida bo'lsak, ikkinchi qismda shuncha narsa yaxshi. O'shaning uchun nima? O'shaning uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Biz uy quramiz hozir. Yaxshilab daraxt chopib olaylik. Yaxshilab daraxt chopib bo'lgandan keyin uyni quramiz do'stlar. Faqat bu yerdan emas, chunki bu yerda zombilar juda ham ko'p. Chang'izorni o'rtasidan quramiz do'stlar. Aytgancha YouTube'da
kamonchi minigraf uz degani bor ekan. O'shanga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U atiga 15 ta obunachisi bor, yaqinda ochdi. O'shani ko'paytiraveringlar iltimos. Bu reklama emas, shunchaki u meni o'rtog'im bo'lgani uchun aytyapman. Menga obuna bo'lganinglarda unga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Agar yozganinglarda chiqmagan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, chiqmadi deb yozasizlar, mayli. Biz hozir daraxtni mashinasini oxirgisi deb olamiz. Yetmadi bo'lamiz. Yaxshi deyilsa kerak. Yetti. Bakalım do'stlar. Olamiz. Ve bunaqa katta daraxtlarni yaxshi ko'raman, deymi do'stlar? Bularda ko'pincha shunday joylari ko'p bo'ladi-da, o'shaning. Yaxshi, unda biz hozir mana shu taxtani ikki blok topiladigan. Mana shu g'arga ham ko'ramiz do'stlar, balki temirni topib olarmiz. Nima topamiz? Yaxshi, porx. Bak, joyimiz to'lib qoldi. Buni kerakmas. Bu ham, keyin bular ham, buni ham keragi yo'q. Buni ham, keyin nima kerak emas, bu kerak emas. Bu ham kerak emas. Bu ham. Endi biz porx menga kerak emas, to'g'risini aytsam. Tamam oldik. Yerda yaxshi temir porx. Endi qilib olib olamiz. Bu kerak emas. Mana bu yerda bunday
Hop, endi uyga borib olsak, videoni o'chiraman chunki g'orda tugatsak o'lib ketishimiz aniq. Xayr do'stlar, unda video qo'yib bo'lmay qoladi. Xayr.